Sizlarga bugun hech kim aytmagan sirni ochaman. Shamollash, xotira, asabga natija 15 kunda bilasiz. Buning uchun 4 xil mijozni topamiz. Issiq quruq, sovuq ho'l, sovuq quruq va issiq ho'l. Qalampir munchoq issiq quruqlar uchun xavfli hisoblanadi. Sovuq ho'l, sovuq quruqlar uchun juda ham katta natijalar beradi. Issiq ho'l mijozlar ham ehtiyot bo'lish kerak. Sababi yurakni, miyani, oshqozonni qizdiradi qalampir munchoq. Shu 4 xil mizojga to'g'ri keladigan bitta retsept bor. Sizlarga aytib o'taman. Xo'p, hammaga bir xilda mos keladigan o'sha retseptimiz gvazdika kukuni 1 gram, asal 1 qoshiq, dolchin yarim 0,5 gram hisoblanadi. Zanjabil ham yarim gram, 0,5 gram. Kunjut yog'i 1 choy qoshiqda, qaynatilgan sut 100 mg. Hammasini aralashtirib ichiladi. Ovqatdan 1 soat oldin, 1 soatgacha hech nima yemaslik kerak. Va shundagina shamollash, xotira, asabga juda ham zo'r qalampir munchoq ta'sir qiladi.